Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof muhitga jiddiy munosabatni shakllantirish masalalariga mamlakatimizda katta e'tibor qaratilmoqda. Joriy tartib-qoidalarga rioya qilmagan fuqarolarga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi. Lekin shunga qaramay ba'zi yurtdoshlarimiz chiqindini belgilanmagan joyga, ko'cha-ko'yga, daraxt tagiga, ariq ichiga, umuman duch kelgan joyga tashlash mumkin emasligini tushunib yetmayapti. Eng yomoni, ko'plab fuqarolar o'z xonadonlarida hosil bo'layotgan maishiy chiqindilarni avtotransport vositalari yordamida belgilanmagan joylarga chiqarib tashlashmoqda. Albatta, bunday qoidabuzarlar o'z jazosini oladi. Ularni fosh etish uchun esa joylarda ko'plab kameralar o'rnatilmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Yong'inlar, ifloslangan havo sabab ko'payayotgan kasalliklar, chiqindilar tashlash ruxsat etilmagan manzillarda aholining noroziligi, ayrim hollarda chiqindi bilan oziqlanib qo'ygan hayvonlarni iste'mol qilish, bularning barchasi axlat tashlamang degan manzilni ham chiqindilar bilan to'ldirayotganlar yuzaga keltirgan oqibatlar. Bunday holatlar ko'p. Masalan, Toshkent shahri Shayxontohur tumanida shunday huquqbuzarlik sodir bo'ldi. Mingtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida esa fuqaro qurilish materiallarini yoqib yuborgani aniqlandi. Bularning barchasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan o'rnatilgan kameralarga tushib qolgan holatlar. Shunday huquqbuzarliklarga qarshi kurashish uchun bugun kameralar yaxshi samara beryapti. Umumiy hisobda esa 1000 ta kamera respublika bo'ylab chiqindi tashlash taqiqlangan hududlardan joy oladi va uning e'tiboridan chetda qolish iloji yo'q, chunki ular Face ID tizimida 24 soat davomida ishlab turadi. 360 har xil tarafga qarab oladi o'zi. Mana asosiy jarayonni kuzatadigan bo'lsa, bu atrofdagi jarayonlarni kuzatadi. 360 gradusda oladi. 3 kilometrgacha aniq oladi. 3 kilometr masofagacha aniq olib beradi buni. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91.1 moddasiga ko'ra qattiq va suyuq maishiy chiqindilar, qurilish materiallarini belgilanmagan joyga tashlash 6.600.000 so'mgacha jarimaga sabab bo'ladi va bu holat bir yil ichida yana qayta sodir etilsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 20 baravardan 30 baravargacha miqdorda jarima solinadi. Jarimani to'lab qutilish mumkindir, ammo ekologiyaga shafqatsiz munosabatning javobi ham shafqatsiz bo'lishini unutmaslik kerak.